Assalomu alaykum aziz gruppadoshlar, sonlaringiz yaxshimi? Bugungi videoni ogohlantirish, eslatma desangiz ham to'g'ri bo'ladi. Mana bu kuzda ekilgan nimalar, ko'chatlar. Mana hammasi ko'raylab turibdi. Asosiy qismi juda yaxshi o'syapti, lekin so'yinib to'nib turgan gullarim ichida qarang, yonidan, tagidan namatak, bu men gul deb so'yinib turganim namatak chiqdi. Mana ko'ringlar. Agar yonidan shunaqa bo'lib chiqadigan bo'lsa, e'tibor beringlar. Mana bu gullari tagidan, asosiy qismidan namatak chiqqan. Bargi juda ham o'xshaydi bir-biriga. Mana buni qarang. Mana buni qarang. Lekin baribir farq qiladi. Bu glyansovoy yiltiroq, baquvvatroq, bunisi xiraroq, keyin 7 ta. Bunda 5 ta, lekin 7 taliklari ham bo'ladi. 7 ta barglari. Lekin buniki 5 ta. Men so'yinib yaxshi ko'karyapti deb o'tib ketar ekanman. Bu ola salqindagi ko'chatlar, daraxtlari tagidagi mana olma daraxti bor. Bag'da ham olma bor, anjir bor. Shular orasidagilar juda quyoshda emas. Lekin e'tibor beringlar, buni namataklari birinchidan bargi xiraroq, kichikroq, keyin mana 7 ta. Bularga mana qarang, bargi yiltiroqroq, keyin 5 ta. Lekin 7 ta barglilari ham bo'ladi. Agar shundoq bo'ladigan bo'lsa, tag qismini yaxshilab kavlaysizda, men boshidan hozir kavlab turib, chiqqan yeridan keyin kesasiz. Mana men pastroq tushgan edim, tuproq ostida, mana mashigacha ko'milgan edi. Mana mashigacha ko'milgan, mana mashigacha tuproq ostidan mana yana namatak chiqayotgan ekan. Shuning uchun sizlar ham yangi chiqayotgan ko'chatlaringizga e'tibor berib, e'tiborliroq bo'linglar. Agar yondan yana shunaqa namatak chiqayotgan bo'lsa, bu ko'chat bilan birga kelgan namatak. Qirqilgan kuzda. Endi gullar ko'p, ular ham qayda namatak har bitta gulli tagini maralolmaydi. Shuning uchun namatak chiqqan namatak gul bilan birga kesilgan. Mana asosiy gulligi ingichka, ozginagina 2 dona nima bor, побег. Novda. 2 dona novda. Bunda ham bitta 2 dona ingichkagina novdalar bo'lgan. Men tuproq ostiga chuqurroq ko'mganim uchun men yonidan nima bo'lib yangi chiqyapti. O'sha chiqqan yeridan yer ostiga yaxshilab kavlab turib, yeri mana ildizini kavlab turib, bundoq qilib ochasizda, kavlab turib, o'sha chiqqan yeridan mana shunaqa qilib kesasizlar. Agar yer ustidan kesadigan bo'lsangiz, xuddi manigacha turib qoldi. Manidan kesadigan bo'lsangiz, bolalar chiqib ketadi yana. O'shaning uchun chiqqan yeridan ildiz ostiga nima qilib kesinglar. Erinmanglar, bitta ko'rib chiqinglar. Shuni aytmoqchi edim. Yangi ko'chatlaringizga ehtiyot bo'linglar. Buni endi o'tinga tashlaymiz. Endi mana yonda namatak mana ko'klagan katta bo'lib ketgani uchun bular hali kichkina. Endi xudo xolasa bo'yga cho'zadi. Mana bular o'zi ko'chatlari. O'sha yomon emas. Endi men yomg'irlar o'tsin, dorilaymiz bular hasharotlarga qarshi. Onda sonda shira paydo bo'lib qopti. Endi bugun erta 3 kun, 4 kun, bugun ertaga yomg'ir bo'lmaydi. Mana shira qopti. Bugun kechqurun dorilaymizda. 4 kunlik, 5 kunlik yomg'irlar o'tgandan keyin bular fungitsid bilan yana bir marta
nima qilib yuboramiz, dorilab yuboramiz. O'rtoqlar, yomg'irlardan keyin albatta fungitsidlardan foydalanib turib dorilaylar. Albatta. Bitta mutant turkumani davrasida First Lady edi. Oradan nimaga pushti bo'lib ochilyapti bu? Tushunolmadim. Oq, o'rtasi bormi yo'q? Pushti bo'lish kerak. Bu malina varianti oradan bitta ochilishga boshlabdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Voy. Oradan o'rama turgil. Ikkala diqqatiga. Aytdim, yana qayta aytaram. Novdalari bunday qilib gorizontal qilib bog'laylar. Gorizontal qilib bog'lasalaring, har bitta bargi orasidan mana shunaqa kurtaklar, gul novdalar chiqib gullaydi. Rahmat e'tiboringiz uchun, sog' bo'ling.